Assalomu alaykum. 3-darsimiz Excel'dagi kombinatsiyalarni o'rganamiz. Bu darsimiz 4 qismga bo'lingan. Kontrol, ya'ni Ctrl tugmasi bilan bog'liq amallarni ko'rib chiqamiz. Bu darsimizda 10 ta kombinatsiyani ko'ramiz. Birinchi kombinatsiyamiz bu Ctrl+1, ya'ni katak formati. O'zimizga kerak bo'lgan formatni tanlab o'zgartirib olish uchun Ctrl+1 tugmasini bosib, shu menyuni tez ochib olsak bo'ladi. Aytaylik, bu katagimizda telefon nomeri yozganmiz. Shuni telefon raqam ko'rinishidagi formatiga o'tkazamiz. Buning uchun дополнительный nomer telefoni. Mana o'zi moslab beradi. Buni mingga ajratib oladigan bo'lsak, unda ham Ctrl+1 число разделить 4-sini tanlab ajratib olsak bo'ladi. Sana ko'rinishimizni agar boshqa formatga o'zgartirmoqchi bo'lsak, Ctrl+1 qaysi formatga o'rtasi chiziqlimi yoki qisqartirilganmi, o'zimizga qulay formatini tanlab ustiga bossak, mana shu ko'rinishga olib kelib beradi. Ctrl+2 kombinatsiyamiz qalin yozuv yoki Ctrl+B ni bossak ham xuddi shu amalni bajaradi. Ctrl+2 yoki Ctrl+B tugmasi ham jирный formatga o'tkazib beradi. Ctrl+3 yoki Ctrl+I kursiv yozuv, ya'ni qiya qilib beradi yozuv formatini. Ctrl+I yoki Ctrl+3. Ctrl+4 yoki Ctrl+U tek chiziqli yozuv formatiga o'tkazib beradi. Ctrl+4 yoki Ctrl+U ni bosganimizda tek chiziqli formatga o'giriladi. Ctrl+5 o'rta chiziqli yozuv formati, ya'ni o'chirilgan. Ctrl+5 shu ko'rinishda bo'ladi. Ctrl+6 bu chizma bo'limini qo'shish yoki olish, ya'ni risovaniyani qo'shadi yoki tepa paneldan olib tashlaydi. Mana bu yerda ko'rib turibsizlar, risovaniya bor. Agar Ctrl+6 ni bossak, uni olib tashlaydi. Agar kimda yo'q bo'lsa, Ctrl+6 ni bosib qo'shsa bo'ladi. Risovaniyadan shu bo'yash, chizish amallarini bajarsak bo'ladi. Keyingisi Ctrl+9 va Ctrl+10. Ctrl+9 qatorni berkitish, ya'ni skrit qilib qo'yadi. Ya'ni shu qatorimizni Ctrl+9 bilan berkitib qo'ysak bo'ladi. Yoki Ctrl+Shift+9 funksiyasi orqali shu qatorimizni yana qaytarib ochsak bo'ladi. Ustunda ham xuddi shunaqa. Ya'ni kerakli ustunni tanlab Ctrl+0 ni bosadigan bo'lsak, skrit qilib beradi. Shu kombinatsiyalar bilan ishinglar yana ham tezlashadi. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.